Islom qara. Qaysi birini tanlaysan? Mana bu uchdan tanlaysanmi yo mana bu bittadan tanlaysanmi? Uchta. Uchdan tanlaysan. Bozorlik qilasan lekin shu pulga. Qo'l bo'lmasa. Tak, bu yerda 150 ming. Islom mana shu pulga bozorlik qiladi. Qani detskiy bozorlik qanaqa bo'lar ekan? Ko'ramiz. Ketdik aka. Ketdi. Hop. Ana. Innovatsiya mana. Kalla ishladida mana. Birinchi ishni nimadan boshlashni bilyapti shu bola. Nima bilasan birinchi? To'q pomidor. Aka pomidor bering. Hop. Ana. Qolgani senga mana. Mana. Assalomu alaykum. Kartoshka bering. Qaysidan bersizlar? Yangisidan. Yangi. Nech? 5 kilo. 5 kilo kiribdi. Puling yetmaydi-ku. Nech kilo? 10 kilo. Ya, 10 kilo deydi aka. Qancha? 1 kilo. Endi pulini bering, hoji aka. Pulini Nima bersizlar? Nima bering? bering. Zeling. Zeling xo'p, nechga ham beraymi? Xo'p. Yana nima? Pulni tejayapsizmi, tog'a? Pulni tejayapsizmi? Ishqilib 150 ming yetadimi qo'lingizdagi? Hamma pulingizga zeling beraymi? Ye. Ha, uni keyin nima yeb yotasizmi? Hammasi mengami? Ushlab turing, men hozir zeling beraman, keyin berasiz, xo'p? Salomlashamiz. Yo, Bergan pul kerak. Rasmga rasmga chiqmoqchilar. Isming nima sani? Mana. Piyoz olasizmi, hoji aka? Nech kilo? Nech kilo? 5 kilo. 5 kilo nima qilasiz? Faqat piyoz yemaysiz-ku. 1 kilo. Baba piyoz bering shu bachaga. Qaysi biridan? Qaysi biridan? Yangisidanmi, eskisidanmi? Yangisidan. Yangisidan. 1 kilomi? Oppoq qonasidan berayotgansiz. 1 kilo bering. 1 kilo berar ekan. Ye, pulni nima qilyapsiz? Pulni oling. Sizlarchi olmaysizmi? Nima olasiz? Ayting. Anaqa. Kitobcha. Faqat shundanmi? Mana shu pulga beramiz. Bu 35 ming ekan narxi. Ber qani 35 ming? O akam o'zlari keraklarni oldilar. Hammangizga keraklisini oladi. Bitta bering. Bitta bering shunga. Ha. Ana tuxumi. Kichkinasida. Ha, Uni nima qilasan? bedana. Bedana ekan. Bedana bering, bedana. Bedana ham bering. Bering, aytgani qiling endi. Mana Bedanaga pul bering. Qancha pul bering? Bedanaga pul bering endi. pul bering. Bering de. Bering. Bering. Pul ber. Pul bering. Qancha berasiz? Aha. Ye, buni nimaga olding? Sho'rkakon mazada. Yeysanmi buni? Cho'kakon oldingmi? Molades, shustri. O'zingga keraklisi-da. Ana. Xo'sh, endi nima olamiz? Shuni o'rtamiz. Nimaga? Sho'rkakon o'zi yetadi. Dada, Ha. bergan shtabingizni Aha. 10 daqiqa beryapman. Ye. Xo'sh do'stlar, bozorlikni qanday qildim? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Aka uyga chaqaydan pulingizni beraman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Islom, yaxshi o'rganganing uchun endi senga surpriz Chokokon beramiz. Ber, Chokokonni ber. Ana. Surasini yodlaganman. Qaysi surani yodlading? Fotiha surasini. Endi bu safar qaysi surani yodlaymiz? Ixlos. Shunaqa zo'r suralar aytib bersang agar senga shunaqa ko'p sovg'a beramiz. Qachonki biz farzandlarimizning kichkinagina yutuqlarini vaqti bilan rag'batlantirishni odat qilsak, jamiyatimiz uchun munosib insonlarni yetishtirgan bo'lamiz.